Ostidagi ular necha oylik? Ular aka 7 oy 8 oylik bo'g'ozlar aka. 7 oy 8 oylik bo'g'ozlari. 8 oy. Necha puldan necha pulgacha xayri ham bor aka. Bu yerda 44 milliondan aka. Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari. Biz Vodiy Chorva yangi ochilgan kanalimizni yangiligiga qaramasdan podpisatsiya bosib, qo'llab-quvvatlab, yaqin tanish-bilishlarga jo'natayotgan azizlar. Mana sizlar uchun Andijon viloyati Asaka tumanidagi fermada, Ozod akaning fermasidamiz. Endi bu yerda simental va bular hammasi bo'g'oz. Bu yerda cho'rni pyostra ham bor. Kim mana bo'g'oz sigir olaman deyotgan bo'lsa, shu yerga kelar ekan, ishi bitar ekan. Oladigan odam keladi, ustida ko'rib, savdosini qilib olaveradi. Yeb, ichishi, sog'ligi, fermani o'zi egalari mana Ozod akaning o'zi javob beradi hamma yo'g'iga. Chunki bu qimmat pulga olingan molni boqish ham bor. Buni ko'ryapsizlar, men bilan tengda. Qaranglar mana molni qanaqa sharoitda boqishyapti akalar. Tagiga apalashkalar sepib qo'ygan, quruq. Bularning hammasi bo'g'oz ekan. Oylarini ziqlib tekshirtirib berishadi. Necha oylik, qanchada tug'adi. Mana qiziqqanlariga sigirlarning nomerlarini. Ostidagi ular necha oylik? Ular aka 7 oy 8 oylik bo'g'ozlar aka. 7 oy 8 oylik bo'g'ozlari. 8 oy. Necha puldan necha pulgacha xayri ham bor aka. Bu yerda 44 milliondan aka 50 million 50 millionga mol bor bu tomonda. Aha. Bu yoqdachi. Bu yerda 48 million 50 million. Kelib savdosini qilib olaveradi aka. Ana ferma katta, o'zlari garantiya beradi. Yoqqan tanlab olaveradi. Kim sigir olaman desa, sutiga javob 30-25 talik sigirlar ham bor ekan. Kim bo'g'oz olaman desa, mana bo'g'ozlari ham bor ekan. Simental, zotga. Ularning bolalari ham shu o'zlariga o'xshagan katta gigant mol bo'ladi. Boqilish sharoiti mana taylarga apalashka sepilgan. Yeb turganlari ham siliosi berilyapti. Mana yeyish jarayonida ozuqa paytini ko'ryapsizlar. Men o'zim ham shu yerdan simental olganman. Sutemda holatida kichkinasidan olganmiz. Mana retsept qanaqa bo'ladi, fermada qanaqa boqadi deganlarga retseptini ham chiqaramiz. Aytganimizda 44 milliondan 52 milliongacha dedi. Ya'ni Ozod aka ukasidan ham kam narx berib qo'ydi. Endi yana keladi, savdosini qiladi. Savdosi endi bozor. Kam so'ragan xaridor manchadan beraman deb aytaverasizlar. Lekin fermaning moli baribir fermaniki boshqa. Bozordan olingan mol boshqa, bu yerda zotga olingan mol boshqa.